alaykum. Treyderlarda mehmonda loyihamizning navbatdagi lavhasini Ipak Yo'li bankida tayyorladik. Qahramonimiz Ipak Yo'li banki g'aznachilik departamenti rahbari Shahnoza Hidoyatova. Bugun ular bilan uchrashib, birja bilan hamkorlik, treyderlarning ish jarayoni va turli xil qiziqarli mavzularda suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Ipak Yo'li bankiga. Avvalambor minnatdorchilik bildiraman valyuta birja jamoasiga va rahbarlariga shu vaqt ajratganingiz uchun va e'tibor berganingiz uchun. Rahmat katta. Shahnoza opa, keling endi tanishib olamiz. O'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, qayerda ta'lim olgansiz? Kasbiy yo'lingizni qanday boshlagansiz? Bank sohasida 25 yildan ortiq ishlab kelmoqdaman. Iqtisodiyot mutaxassisligi bo'yicha bakalavr va magistr diplomiga egaman. 99-yili diplom olganimda kasbiy yo'nalishimni tanlashda mening otam maslahat bergan edilar. Qizim, shu bank sohasini aktiv va passivlarni boshqarish yo'nalishida bir ishlab ko'rgin. Nima bo'lsa yordam berib yuboraman degandilar. Otam Akzam Muzaffar Muhammadjonovich banklar assotsiatsiya qoshida juda muhim kompaniyalarni ochgan edilar. Shulardan bittasi 95-yili Axborot reytingini joriy etganlar. Bundan ham eng muhim bir kompaniya ochganlar bu Kredit axborot byurosi. Hozirgi kunda bu kompaniya Kredit axborot tahlil markazi nomi bilan faoliyat yuritib kelmoqda. Ya'ni otamni moliya va bank sohasida qo'shgan hissalaridan juda faxrlanaman. Karyerangiz to'g'risida ham batafsilroq gapirib bersangiz. 1999-yili diplom olgan yili Ipak Yo'li bankiga hujjat topshirdim. Aynan aktiv va passivlarni boshqarish bo'limi bo'lmaganu, lekin shu vazifani bajaruvchi moliya va tahlil bo'limiga boshlang'ich lavozimdan ish faoliyatimni boshladim. Ish davomida tajriba orttirish boshladim va xullas Markaziy bankning 21 ta jadval hisoboti, bu Markaziy bankning prudensial normativ hisobotlarini tuzishni boshladim. Shu hisobotlarni topshirishda shuni anglab yetdimki, yillar davomida bu bankning aktiv va passivlarini boshqarish usullari, balansni har xil instrumentlar bilan samarali boshqarish, moliya tahlil, marja va tranzaksiya tahlillarini, risklarni boshqarish hamda soliq imtiyozlarini usullarini qo'llash tushunib yetdim men. Shahnoza opa, shu olgan bilimlaringiz, o'rgangan narsalaringiz sizni karyerangizda qanday yordam berdi? Ish faoliyatimda kelib chiqib 2007-yildan boshlab 2024-yilgacha, ya'ni 17 yil davomida bankning yillik biznes va moliya rejalari, shu bilan bir qatorda 3 yillik bank strategiyalarini, har xil ssenariy ko'rinishdagi modellarini tuzishga imkon yaratib berdi. Biznes reja tuzishda ba'zi muammolarga duch keldim. Bunda o'sha davrda 2007-yilda avtomatlashtirilgan gap tahlil mavjud emas edi. Bu esa sifatli biznes rejalarni tuzishda, likvidlikni to'g'ri tahlil qilish, prognozlashtirish imkoni mavjud emas edi shu vaqtda. Va shundan kelib chiqib o'zimga maqsad qo'ydim. 2008-yilda bank dasturi Insight dasturimizda asosida Natalya Borisovna bilan, programmist, juda kuchli programmist bilan avtomatlashtirilgan gap analizini joriy etdik. Bu esa O'zbekiston bank tizimida yagona o'z kuchimiz bilan joriy etilgan avtomatlashtirilgan gap tahlili bo'lib chiqdi. Bu voqealar shu 2007-yilda bo'lib o'tgan, to'g'rimi? Ha, 2007-yilda biznes bilan boshlagan bo'lsam, 2008-yilda
mana shu avtomatlashtirilgan hisobotlarni joriy qilishga imkon berdi. Rahbar bo'lish oson emas. Buni rahbarni lavozimini egallashda ko'p yillar davomida ishonch yutuqlarini egallagan holda, rahbariyat tomonidan sizga ishonch bildirgan holatda bank pul mablag'larini boshqarish, samarali boshqarishda deyarli 20-25% aktivlarni boshqarishi va ularga mas'uliyat bilan yondashi va javobgarlikni olish lavozimidir bu. Hozir qo'l ostingizda nechta xodim ishlaydi? Hozir boshqarmamizda 12 ta xodim bor. Barcha xodimlarim bilimli, saviyali va deyarli hammasida treyderlik sertifikatlari bor. Keling, 100 marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rganingiz yaxshi. Mening jamoam bilan tanishasiz, ularning ishlash jarayonini o'z ko'zingiz bilan ko'rganingiz yaxshiroq. Bo'ldi, unda ketdik. G'aznachilik boshqarmamizda 3 ta bo'lim bor. Dealing amaliyoti bo'limi, bu yerda esa likvidlikni boshqarish bo'limi va qimmatli qog'ozlar amaliyoti bo'limi. Keling, dealing amaliyoti bilan tanishib chiqsak. Marhamat. Hormayli bolalar. Assalomu alaykum. Deyarli bolalarimiz hammasi treyderlik sertifikatlariga ega, bilimi yuqori, saviyasi yuqori bolalar, ishga xushchaqchaq bolalarimiz. Shahnoza xodimlaringiz bilan ham intervyu olsak bo'ladimi? Sizni rahbar sifatida qanday qabul qilishadi? Shu mavzuda gaplashsak bo'ladimi? Ha, albatta. Doniyor aka, Shahnoza opa bilan necha yildan beri birga faoliyat yuritib kelasiz? Dealing bo'limiga 2009-yilda o'tgan bo'lsam, Shahnoza opa bilan 15 yildan ortiq shu именно Meshbank operatsiyalari bo'yicha ishlayotgan bo'lamiz. Sizning fikringizcha Shahnoza opa qanday rahbar? Qattiqqo'l rahbarmi, talabchan yoki yumshoq usullar bilan boshqaradilarmi? Shahnoza opa talabchan, qattiqqo'l desa ham bo'ladi, lekin masalani to'g'ri qo'yishni biladigan, o'zini maqsadini nima xohlayotganini tushuntirib berib, bizga yetkiza oladigan yaxshi mutaxassis deb hisoblayman. Keling, qolgan bo'limlarimiz bilan tanishtiraman. Marhamat. Hormayli. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Mana bu yerda bizda likvidlikni boshqarish bo'limi, bu yerda esa qarz qimmatli amaliyotlari bo'yicha bo'limimiz. Mana Anvar Samandarov, bu ikkinchi o'rinbosarim mani. Akiljon Chirchikbayev bu bo'lim boshlig'i va undan tashqari likvidlikni boshqarish Luiza Qadirova. O'zarova bilan hamkorlik haqida ham gapirib bersangiz, shu ish jarayoni qanday tashkil etilgan? Biz O'zarova bilan juda yaxshi hamkorlikdamiz. Jamoasiga minnatdorchilik bildiraman. Hozirgi kunda ularning platformasida juda ko'p amaliyotlar olib boriladi. Shu jumladan banklararo depozit operatsiyalari, repo operatsiyalari, davlat qimmatli qog'ozlari operatsiyalari faol ish olib bormoqdamiz. Bu platformada bizning barcha treyderlarimiz faol qatnashib kelmoqda. Bundan tashqari yana aytib o'tishim kerakki, biz birlamchi dilerlik maqomi hamda ikkilamchi bozorimizda market makerlik maqomi hamda valyuta bozorida esa futures bo'yicha market makerlik va likvidlik bo'yicha bank provayderlik maqomiga egamiz. O'zarova platformasida bizning treyderlarimiz asosan ko'proq banklararo depozitlar amaliyotlari va repo amaliyotlaridan foydalanishadi. Shahnoza opa, ish haqida juda ko'p gaplashdik. Endi bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazishingiz haqida ham gapirib bering. To'g'risini aytsam, rahbarlarda bo'sh vaqt juda kamroq bo'ladi. Albatta, yakshanba, shanba kunlari oila atrofida ular bilan ko'proq muloqotda bo'lishga harakat qilaman. Shahnoza opa, o'z tajribangizdan kelib chiqqan holda hamkasblaringizga va qo'l ostingizda ishlayotgan xodimlarga qanday maslahatlar bera olasiz? Mening maslahatim
o'z ishingizga mas'uliyat bilan qarash, jamoa bilan ko'proq hamkorlik qilishga intilish, ishlaringizda diqqat va sabr toqatlik bilan ishlash hamda har bir tajribangizni yanada yangilash va yangi bilimlar bilan to'ldirib olishni maslahat beraman. Shu bilan suhbatimiz yakuniga yetdi. Vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Sizga ham katta minnatdorchilik bildiraman.